Sorry. Aka necha pul bo'ldi? Mashina bor ekan. Aka necha pul bo'ldi? 16,5. Sirimiz. Aka necha pul bo'ldi? 12 million 400 ming bo'libdi. Aka necha puldan bo'ldi? 14 bo'ldimi? 14,2 bo'libdi, ko'ramiz. Nega? 15 milliondan bo'libdi olalarimiz. Hop. Aka necha pul bo'ldi? Qancha bo'ldi aka? Necha puldan bo'ldi aka? 13 so'm. Aka necha puldan bo'ldi? Qancha bo'ladi unda? 28 million so'm savdosi bo'libdi. Aka necha pul bo'ldi? 8 million 100. 8 million 100 ming savdosi bo'libdi. Aka necha puldan bo'libdi? Ikkalasi 28 million savdosi. Novoschalarimiz. Aka necha pul bo'ldi savdosi? 17 million so'm savdosi. Necha pul bo'ldi savdosi? 17 million savdosi bo'lib novoschamizda. Aka necha puldan bo'libdi? Aka savdosi necha pul bo'ldi? Aka necha pul bo'ldi? Telefon qadrovotdan nimasiga? Necha pul bo'ldi aka? 15 million savdosi bu hozirimiz. Amaki necha pul bo'ldi? Shopir amakimiz ekan, narxini so'ramabdi. Qilamiz akana? Boshlaymiz. 18-6 million so'm novoschamiz savdosi bo'ldi. To'g'ri o'tmaydi. Aka necha pul bo'ldi? Aka necha puldan bo'ldi? 10 milliondan savdosi bo'ldi. Novochalar. Aka necha pul bo'ldi? 19 million. Hurmatli shopir akalar, 827 Nexia 331 Volga Pika. Aka necha pul bo'ldi? 507 Lambo egalar. Mashinalar bir chekkaga qo'yib qo'yildi. Boshqa tuman, boshqa viloyatdan kelganlar bozorimizga kelib xalos qilasiz. Aka necha pul bo'ldi? 19 million 300 ming so'm savdosi bo'ldi. Aka necha pul bo'ldi? 27. Aka necha pul bo'ldi? 22,5 million. Eslatib o'tamiz. Bugungi efsonamiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani. Aka necha puldan bo'ldi? Mahalla fuqarolar yig'ini Atrobod mahallasida 2011-yilda amakilari akalarini Amaki necha pul bo'ldi? 12 million so'm savdosi. mana shu faroq bo'lib, ko'rmagandek bo'lib, mana shu safimizda yetuk. Aka necha pul bo'ldi? Vatanimizga 10 million 700 ming so'm. sodiq insonlardan bo'lsin. Aka necha puldan bo'ldi? 9 million 350 ta. Bunda tomosha vaqti ko'p bo'lmayapti-da.
Aka necha pul bo'ldi? Bu вообще katta-da aka. Alyorbek. Oh. Aka necha puldan bo'ldi? Orasiga 61 mingdan 12 kilo skidkaga. Maşallah nava. Maşallah nava. 61 mingdan 12 kilo skidkaga. Alım satardım. Alalım. 61 kilo skidkaga. 61 mingdan 12 kilo skidkaga. 779 kilo. 779 kilogram. 61 mingdan taroziga. Bo'ldi, hayda torti. Hozir qog'oz bozorimizda Rossiya davlatidan keltirilgan Goldstein Press zotli sud yo'nalishi bo'yicha birinchi qoringa qog'oz. Avzayini bir bor qaytarib o'taman. Hozir mana shu yerda mol bozor, qo'y bozori darvozasida hamda bozor hududida yosh yigitlarimiz yuribdi, farzandlarimiz. Bu yigitchalar mana shu Farg'ona viloyati Beshariq tumani Atrofot mahallasida 2011-yilda tug'ilgan 14 yoshli yolg'iz onaning farzandi jon tug'ilmish dunyoda. Bu o'g'ilcha bir necha yildan 24 yarim savdosi bo'lgan. Hozirgi oxirgi bosqich 5-bosqichda 50 milliondan baho aytilyapti mana shularga. 15 bosh ekan. Ularni topishgan akamiz bor ekan, ularni topib olgan odam. Agar egasizda yuribdi, qaytasa doktorga ko'ra. Necha puldan bo'ldi aka? Ikkalasi jupiga 44 million savdosi bo'ldi. $44 million savdosi bo'ldi. Aka necha pul bo'ldi? 23 million savdosi bo'ldi. Bozorda yurganingizda xushyor bo'linglar. Pullaringizga pul soling. Aka necha pul bo'ldi? 22 million 300 ming so'm. Mana Alan havasini taroziga. Sonra 63 kilogram. Firibgarlik yo'li bilan mana shu qaramchilikni o'zlariga mana shunaqangi soha qilgan. Yashash manzili noaniq. Yangi fuqarolar bo'ladi mana shu yerda. Ularga bermaydi, ular haq olmaydilar. 299 kilogram. Haqiqiy xaridorlar hozir mana shu mol bozorimizni darvozasida hamda bozor hududida ehson. Aka necha puldan bo'ldi?
23 milyondan ovoslarimiz. Aka necha pul bo'ldi? 18 million so'm. Necha puldan bo'ldi aka? Sir. 28 million so'm. Ular Xunojon. Aka necha pul bo'ldi? Jupiga 22 42. 42 million so'm. Mana bu sheriga. Eshonga. Bor eshonga oldim ikkita. Aka necha pul bo'ldi? 10,5 million so'm savdosi o'tdi Xunojonimiz. Necha pul bo'ldi aka? 12,5 million so'm savdosi o'tdi.